Sizlarga va'da qilganimdek, kamqonlikni uy sharoitida oldini olish bo'yicha ma'lumotlar berib o'taman. Gemoglobinni ko'tarib beradigan mahsulotlar, bular go'sht mahsulotlari, jigar, til, yog'siz go'sht mahsulotlar, dukkakli mahsulotlardan loviya, mosh, no'xat, quruq mevalar, yong'oq, mayiz, pista, yashil mevalar va ko'katlar, ya'ni ismaloq ham va albatta qaynatilgan lavlagi. Bular ovqat ratsioningizda albatta bo'lishi kerak. Qondagi temir moddasini kamaytirib beradigan moddalar, bular ovqat bilan birgalikda choy hamda qahvani qabul qilish. Qonda temir moddasini so'rilishini ko'paytirib beradigan mahsulotlar, bular tarkibida C vitamini saqlagan mahsulotlar, ya'ni limon, apelsin, qulupnay, smorodina kabi mahsulotlarni yuqoridagi mahsulotlar bilan birgalikda iste'mol qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sog'lig'ingiz uchun foydali ma'lumotlar faqat bizning sahifamizda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.